Assalomu alaykum, Kartal ertaringiz hujamizga xush kelibsizlar bolalar. Kecha video qo'ygan edik, ko'rib turgan bo'lsanglar, mana mashina sarkib turgan paytda Salimboy, shu videomda siz fikringiz. Kommentariyalarni kecha endi o'qidim. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Faqat kommentariyada meni taxminim bo'yicha 80% odamlar negativ tushungan. Negativga noto'g'ri tushungan. Xuddi aka aytgandilar. Eshitish bilan tinglash boshqa, anglash boshqa deb. Tushunish bilan anglash boshqa. Xuddi shunaqa narsada qarang. U odam o'tda nima deyapti, o'zini fikrini aytayaptimi yoki nimadir targ'ib qilyaptimi? Oldin o'sha narsani bilib olish kerak. Misol uchun hozir bu yerda videoda aytadigan narsamiz ham o'zimizning ochiq fikrimiz. Bu narsa o'zimizning konstitutsiyada ham belgilab qo'ygan. To'ppa-to'g'ri. Hamma erkin fikrga ega. Xo'p, bitta narsa. Xo'p, o'tda aytilganki, endi meni tushunishim bo'yicha siz o'tda zaryadniy stansiyani oldida, zaryadniy stansiyani mashina qo'yib qo'ygandan keyin mashinaning ichida o'tirmalaring zarari bor deb aytgansiz. Da. Gapingiz mana shunaqa chiqqan o'tda. Odamlar tashqarini o'lchamading, ichkarini o'lchamading, anaqa mamlaqa. Mana shu telefonda ham, o'zini mikroto'lqini bor. Обязательно. Mana shu batareykada ishlaydigan любой narsani mikroto'lqini bo'ladi. Odamga zarari bo'ladi. Misol uchun telefonni zaryadkaga qo'yib, yonida misol uchun telefon o'ynab yotma yoki yoningda turmasin, kech payt uxlayotganlaringda degani bu telefon olmalaring degani emas. To'ppa-to'g'ri. Mana shu narsani to'g'ri tushunish kerak. Haqiqatan men Salimboyni ozgina gapni to'g'rilab ketaman. Bu aslida Otabek ham umuman elektromobil yoqtirmas ekan, ya'ni qarshi ekan degan maqsadda emas Salimboy. Chunki men bir 3-4 kun oldin ko'chada o'sha avtosalonning oldiga borgan paytimda bitta xotin orqasidan ikkita bolasi bor ekan. Ikkita yosh bolasi bor ekan, ko'rib qoldim. Akaga biroz aytib ketdim. Aka, zaryad qilyapsiz mashinani, lekin noto'g'ri qilyapsiz. Chiqib bolalaringiz bilan choy poy ichib kelguningizcha zaryad bo'lib turardi. Lekin to'lqini bor, elektr o'sha to'lqini bor desam, ay qo'yavering dedi. Ya'ni o'shani fakt bilan olib chiqish maqsadida qo'limdagi o'sha apparatdan foydalangan edim. Bu apparat menda ko'pdan beri yotibdi. Men hatto bilasiz, men ochiq aytaman, elektromobilni yoqtirmayman o'zimda. No fakt to, что bu yomon degani emas, Salimboy. Bu hammani o'zini tanlovi, o'zini fikri bor-da. Bu yomon degani. Kimdir benzinli mashina, kimdir gibrid haydaydi, kimdir sportkar haydaydi. To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun men bitta o'sha qo'limdagi apparatdan foydalangan holatda o'sha bitta ikkita akaga, ya'ni bir tushuntirish berish maqsadida aslida aka pri zaryadki avtomobili iloji boricha o'sha zaryad qilayotgan ichda o'tirmanglar degan maqsadda olib chiqdim. Ya'ni ertaga yomg'ir yog'sa, o'sha yerda kecha men ko'rsatgan videomda 7 ko'rsatilgan, yomg'ir yog'sa 10 bo'lib ko'riladi o'sha narsa. 10 gacha chiqadi. Mana masalan bugun ham siz bilan test qildik, xudo xolasa ko'rgan bo'lsangiz, Leap Motors 11 C11. C11 ichiga shuni tiqqan paytimizda necha chiqdi? 11 atrofida. Yo'q, 9 dan boshlandi. Da, 9 dan boshlandi. Biz do konca qilmadik, lekin bizga qizig'i yo'q u narsani. Uni polniy tekshirish. Chunki men ham muammo bo'lishini xohlayman va qo'zg'atishni xohlayman. Tim bo'li hozirgi paytda Leap Motors bo'lib yotdi, 16C bo'yicha. O'shaning uchun bu temada men demoqchimanki, bu videoni olib chiqishimiz sababi faqat elektr zaryadda o'tirmanglar degan maqsadda. Omalaring yoki elektromobil yomon degan maqsadda. Da. Bu haqiqatan, chunki lekin ochiqchasini aytganda haqiqatan bu men to'g'ri maslahat berganman. 1 gram bo'lsin, 2 gram bo'lsin, 3 gram bo'lsin, no zaryadi bor, mikrovolnochniy to'lqini bor. Idash bu aytgan gapingizga ham qo'shilaman, Salimboy. Telefon masalasi bo'yicha nima uchun telefon qilib ko'rmalaring deyshadi. Haqiqatan o'sha mana shu oddiy даже mana shunaqa zaryad turgan paytda mikroto'lqini bor. Bor. Bu narsada fakt ham bor. Nechta odamni yastig'ini tagida turganda zaryadkada yonib ketganlar. Даже mana 2 kun 3 kun bo'ldi, menimcha hamma ko'rdi. Zikr 001 zaryadkada turgan joyda stansiyada yonib ketgan. Buni sababini ham mutaxassislar keltirib berdi. Nimani hisobiga yonib ketdi? Nima bistri zaryadkadan ko'ra ani oddiy zaryadkasini yaxshi deyshadi. Shu narsani tushuntirib berishda nimani hisobiga yonib ketdi. Agar qarang, o'sha holatda Zikr 001 ichida odam bo'lganda nima bo'lardi? Nima bo'lardi? Bu yerda misol uchun mashinani olmalaring deyilmayapti. Zaryadga qilayotgan joyda mashinaning ichida o'tirma deyilyapti. Xola o'tirsin, xola o'tirmasin. Prosta
noto'g'ri talqin qilishdan oldin ozgina o'ylab o'ylash ko'ringlar. kerak. Nima uchun bu odam bunaqa video olib chiqyapti? Kim uchun? Sog'liqni asrash maqsadida men bu videoni olib chiqyaptim. E'tibor haqiqatan o'sha Zikr 001 bo'yicha men aytmoq, yonib ketdi. Ya'ni batareya qizib, mikrovolnovka to'lqin kuchayib, bardosh bera olmasdan oxiri iskasini berib yubordi. Turgan joyi. Uni batareykasini tushuntirib berishdi, быстрый zaryadkada qo'yilganda qanaqadir elektr shlakmi nimadir yig'iladi. Uni o'zi mutaxassislarning videosi bor. Da. Videosi bor, internetda qidirsa bu narsani bemalol topishadi. Yo'q, da, uni topish oson. Prosta men aslida haqiqatdan aytaman, kechaga o'sha qo'yilgan video, masalan, bugun ham hozir o'sha istoriya qo'yib yuboraman, обязательно. Haqiqatdan bu fakt, bu что ichida o'tirish mumkin emas, bolalar. BYD-mi, E2mi yoki boshqa mashinalar, liboy mashinani tavsiyasini bermasdim. Mayli, to'g'ri tushuninglar, ichida kam bo'lishi mumkin, elektr to'lqini kam bo'lishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin. Men общий aytmayman, что mumkin emas. Iloji boricha o'tirmayman. Zaryadka qilayotgan iloji boricha, da. Chunki sog'liq ertaga unaqa pulga sotib ola olmaysiz. Sog'liq eng asosiy narsa. Hatto bitta ikkitasi aytardi, Otabek aka, elektromobil sog'liqni yo'qotmaydi. Buni men ochini 100 ga 100 yoki 50 ga 50 kelisha olmayman. Sababi men o'sha 3 yil, 4 yil oldin ham birinchi o'sha meni elektromobillar reklamaga olib chiqishgan paytda Otabek reklama qilib bering, maqtab bering, gapirib bering degan paytda men отказ berganman. O'shandan beri men to'g'risini aytaman, o'zim yoqtirmayman. Chunki ko'p narsasi одноразовый. Men endi kimga qanaqa cho'nchagiga qaraydi, masalan. Cho'nchagiga qarab. Da, cho'nchagiga qaraydi. Lekin menga qiziq bo'lgan narsasi fakt. Fakt nima? Qarang. Keling shundan qilamiz, Salomboy. Mana Matiz haydaysiz, to'g'rimi? Apparatda yo'qaman-da, apparatni Matiz ichiga qo'yaman. Matizda zavod qilgan taqdiringizda ham unda batareyka yo'q. Unda hech qanaqa elektr to'lqinlar yo'q. Qizig'i shuki, eng qimmat mashina o'sha elektromobilni ichiga qo'yaman, bo'ladimi? Bo'ladi. Boya aytgandek, batareykasi bor, hammasida bor. U xuddi o'sha narsani men prosta olib chiqdim. Ya'ni mikrovolnovka to'lqini insonga zarari bo'lmaydi. Bo'ladi. Bo'ladi. O'sha 7 mi, 3 mi aytilganki, u yerda 2000 ni oshish kerak. 2000 ni oshish uchun kutib o'tirish kerakmi? Men prosta ogohlantirish berdim. Qilmanglar bu narsani, sog'liqni asralaring. Iloji boricha. Aytib bo'lmaydi, kutilmagan holatda hamma narsa o'tib ketishi. Xohlagan payt, xohlagan joyda haydanglar, faqat zaryadkada turgan paytda biza maslahat bermaymiz. Tanlov o'zligida. Da, biza kechaganda rosa обсуждать qilishdi, rosa hamma xohlagancha gapirdi. U xohishi prosta olgan olsin, olmagan fikrimizni prosta noto'g'ri talqin qilmasin bo'ldi. Da. Liboy mashina olib haydashinglar mumkin, liboy mashinani tanlashinglar mumkin. Bizdan faqat tavsiya, maslahat berish, ya'ni to'g'ri yo'nalishda maslahat berish, ya'ni ko'paytirish, ko'pirtirish maqsadda emas yoki kimgadir qarshi chiqish maqsadda emas. Haqiqatan to'g'ri maslahat berish. Aslida meni o'zimning yo'nalishim detailing polirov keramik sostavda. Shuning uchun mana keramik pastalarni turibdi, shu yerda shogird o'rgataman, shunda shogird bu yerda обучение ish olib boraman, shu yerda o'rgataman, ish qilaman, shu yerda o'quv kursim bor o'zimni. No, faktiski men haqiqatan bu narsani men olib chiqib kimgadir qarshi ketib niyatim yo'qdi. Lekin bitta narsani aytaman, Salomboy, bilasizmi? O'sha kommentariyada bittasi yozibdi, siz nimaga ichini ham ko'rsatmadingiz? Menga kerakmi o'sha narsa ichini ko'rsatish? Men faqat tashqaridan ogohlantirish berdim. Mana bugun ilk motorsizni o'sha C11 ichidan ko'rsatdi, 9. O'sha imенно ichkaridan so'ragan inson uchun fakt keltirib berdim. No, fakt to, что bu yomon degani emas, yana bir bor aytaman. Bu o'tirmaylar ichida degan maqsadda aytilyapti. Stansiyani oldi har doim elektr to'lqin kuchliroq bo'ladi. Boya o'lchaganimizda где-то bir 15 metrdan boshlanyapti elektr to'lqin. O'sha stansiya turgan 15 metr orqadan stansiya distansiyasi shunaqa bo'lyapti. Ertaga yomg'ir yog'sa-da, masalan, o'sha yomg'ir yog'sa, o'sha stansiya undan ham ko'proq kuchga ega bo'ladi. Ya'ni tok talqimini ko'proq tarqatadi. Insonga yana ko'proq zarar kelishi mumkin degan maqsadda общий bu narsani chiqargan edik. Lekin ko'pchilik meni to'g'ri tushunibdi.